Asl ismi Habibulloh, familiyasi Quddusov. Toshkent shahrida tug'ilgan. 324-maktabda o'qiydi. Yoshi 16 da. Oilada kenja farzand. Ijodini notebook bilan stream qilishdan boshlagan. Apaguz homiysi hisoblanadi. 60-raqamli xonadonda istiqomat qiladi. Rekerni Oybek Raimberdiyev trekker deb hazillashgan. Reker bitta xonada akasi bilan birga yashaydi. Ba'zan ijodini to'xtatib qo'yish odati bor. Do'stlar, kanalimni 93% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos hozir 5 sekund vaqtingizni ajratib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa davom etaman. Hozirgi kompyuter keysi $4000 turadi. Reker ikkita monitor ishlatadi. Reker HyperX Quadcast White S mikrofonini ishlatadi. Videolarda sodda, ammo juda ajoyib prevyulardan foydalanadi. Stream qiladigan kompyuter jami narxi $7000. Notebookini $1500 ga sotib olgan. PUBG o'ynab stream qilmaydi, ammo PUBG ni 3-sezondan boshlagan. Monetizatsiyadan $2000 ishlagan. Ko'proq e'tiborini hozirda o'qishga bermoqda. Reker grafik dizayner ham hisoblanadi. YouTube Rekerning hobbisi. Hozirda 4 xonali uyda oila a'zolari bilan istiqomat qiladi. Oilada jami 4 ta farzand, o'zidan katta 2 ta akasi hamda bitta opasi bor. Akalari IT sohasida ishlaydi. Reker yoshligidan kompyuterda o'yinlar o'ynashni yoqtiradi. Reker sport bilan ham shug'ullanib turadi. Reker nomi o'yin personajining laqabidan kelib chiqqan. Ma'lumot uchun ushbu o'yin Battlefield 4. Kanal nomi ko'p marotaba o'zgargan. Eng boshida Reker Habi nomi bilan ijod qilgan. Keyinchalik esa kanal nomi Reker Gamer nomiga o'zgartirilgan. Ushbu nom kanalda 1 yil davomida saqlanib qolgan. 2020-yil 24-aprel kuni YouTube kanalini ochgan. Aynan o'sha yili yoz oylaridan gamingga jiddiy kirishgan. Asosan Minecraft o'yini haqida videolar qiladi. Yoshligida juda ta'sirchan bola bo'lgan. 10 000 obunachisini 13-14 yoshlarida yiqgan. Ko'plab blogerlar bilan juda yaxshi munosabatda. Fezodning ijodini juda hurmat qiladi. Fezod ham Rekerni o'z intervyularida maqtagan. PUBG haqida video qilib, juda ko'p haytga sabab bo'lgan. Obunachilarim uchun ajoyib taklif. Sizlarni imkoniyatlar dunyosi Grand Mobile o'yiniga taklif qilaman. Ushbu o'yinda siz jinoyatchi yoki politsiyachi bo'lishingiz, qimmatbaho mashinalarda shaharni kezishingiz hamda bizneslar qilish orqali millioner bo'lishingiz mumkin. Vigeta promokodini terish orqali esa siz 3 kunga Gelik avtomobili, 7 kun VIP va 30 000 rubl o'yin valyutasiga ega bo'lasiz. Hoziroq video ostidagi manzil orqali o'yinni yuklab oling. Minecraft O'zbekistonda mashhur emas deb hisoblaydi. Hozirga qadar reklamadachilar unga kam murojaat qilishadi. Buning sababi uning tanlagan kontenti hisoblanadi. Ammo reklamalar bo'lsa 200-300 ming so'mga reklama qilib beradi. Avvallari kanaliga 40-50 ming so'mga ham reklamalar joylagan. O'zi o'sha vaqtda 200 ming so'mga o'z kanalini reklama qildirgan. Yaqin 2 yilda Minecraft O'zbekistonda ham mashhur bo'ladi degan umidda. Biz Qozog'istondan 5 yil orqadamiz deb hisoblaydi. Hozirga aqli bo'lganida Reker kanalini boshlamagan bo'lardi. Yosh youtuber bo'lishni ko'plab muammolari borligini aytgan. YouTube avval Rekerning streamlarini bloklab qo'ygan. Shu bilan birga YouTube uning kommentariyalarini ham o'chirib, kanalni banga tushirib qo'ygan. Kanali 6 oyga bloklangan bo'lsa ham, undan keyin ham ancha vaqt blokda turgan. Aynan shu sababdan 9 oyga yaqin vaqt kanalda umuman stream qilmagan. Shundan keyin ham streamlarda maska kiyib, streamlar qilishni boshlagan. Streamlarning birida konditsioner o'chib qoladi. O'shanda 3 soat terlab, nafasi qisilib qolgan. Hozirda doimiy bo'lmasa ham, ammo reklamadatsiyalar chiqib turadi. Oson ilovasini ikkita videosida reklama qilgan va bu uchun har bir videoga $100 dan olgan. Oylik daromadi o'rtacha $300-400. 2 yillar oldin kanalga har kuni videolar joylagan. YouTube'da galochkasi bor. Sinfdoshlari unga hasad qilishni aytgan. Reker maktabga juda kam boradi, ammo borgan vaqtlari ham juda yaxshi o'qiydi. Instagram ishlatmaydi. Telegram va YouTube'da asosiy vaqtini o'tkazadi. Ammo kelajakda Instagramda ijod qilish niyati bor. IELTS sertifikatini olish niyati mavjud. Stabilniy oylikka tushish asosiy maqsadlaridan. O'zini O'zbek Sigmasi deb hisoblaydi, chunki qoshlarini ajoyib qimirlata oladi. 300 ming obunachiga ega bo'lish istagi bor. Aytishi bo'yicha sevgan qizi yo'q. Reker YouTube kanalida 192 mingdan ortiq obunachilar mavjud. 24 yoshda uylanmoqchi. O'zbekiston prezidenti bo'lish niyati bor. Elon Musk bilan o'tirib, osh yeyish maqsadi borligini ham aytgan. Fan встреча qilishni yoqtirmaydi. Reker o'zi
aytishicha, perfeksionist hisoblanadi. YouTube'ga katta maqsad bilan kirib kelmagan. Million konsert dasturida katta yoshli odamlar uni tanib qolib, rasmga tushib olishgan. Rus blogerlariga havas qilib, let's playlar qilishni boshlagan. Nakrutka urush haqida o'ylab ko'rgan, ammo keyinchalik bu fikrdan qaytgan. YouTube sferasida Dima Maslenikov ijodiga juda havas qiladi. Gamer bo'lish uchun kompyuter kerak deb hisoblaydi. YouTube'dagi faoliyatiga oilasi iliq munosabat bildirishadi, ammo boshlanishiga qarshilik qilishgan. Eng birinchi xeyteri Lider Online hisoblanadi. Raker YouTube kanalida 16 ta playlist mavjud. Habibullohning YouTube'da Raker Player nomli ikkinchi o'yin kanali ham mavjud. YouTube'da muhimi sifatga ishlash kerak deb hisoblaydi. Eng birinchi o'rinda ota-onalar roziligi turadi deb aytgan. Mashinalarga umuman qiziqmaydi. Xonadonida Cobalt hamda Gentra mashinalari bor. Do'stlar, keyingi 100 ta faktni kim haqida qilishimni xohlaysiz? Kommentariyada albatta yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.